Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. Bugun birgalikda домашний shaurma. Nima farqi bor? Bu polvonni zakasi juda ham yaxshi ko'radi. Buning uchun bizga vitamin salat, buni o'zim qilib oldim, svejiy qilib. Bu yoqda kapusta, morkov, bodring, keyin priprava, tuzlar bor. Bu go'shtini yumshoq qilib pishirib, qizartirib, uni pripravalar bilan yumshoq qilib pishirib oldim. Hammasi oson. Bu esa sous. Sousga men 15% tak smetana qildim, ichiga bitta chesnochcha savur. Juda ham mazali ham zararsiz. Solichalar maza qilib yeyish. Mayonez, ketchup solsa ham bo'ladi. Undan ko'ra men smetana qilib beraman. Armyanskiy. Hamma magazinlarda bor. Albatta, perchatkalarni kiyib olamiz. Bismillah deb. Qani boshladik. Lavashni birinchi bo'lib oldim, 3 bo'lakka. Bolachalar yeyishga udobniy bo'lguncha, kim qanday xohlasa qilsin. Xohlaganlar qo'zani chiroyli qilib eng oxirida tutamiz. Birinchi bo'lib ikki tarafini qaytarib olamiz, что ichidan masalliqlar ichidan chiqib ketmasligi uchun tarafini qaytarib shundoq qilib o'rab olamiz. Mana hammasini bir xil qilib o'rab oldik. Mana ikkita lavashdan 6 dona chiqdi. Endi eng oxirgi ishimiz ularni asos qilib skоворkada qizdirib olamiz. Qizartirib olamiz ikki tarafini. Yana ham mazali bo'lishi uchun. E'tibor beringlar, skоворkamizga hech qanaqa yog' ishlatmaymiz. Shundoq qilib birin-ketin ikki tarafini qizartirib olamiz. Kuydirib olmaymiz, faqat qizartirib olamiz. Bismillah. Кушать хочется. Это очень вкусно. Рахмат Алиджан.